9-mart 2026-yil Buxoro tumani. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun boshladik. Qalamchalarni karnivinli suvga qo'yishni boshladik. Mana. Endi nasib bo'lsa ertaga olamiz va to'g'irlatishga qo'yamiz. Har xil sortlar, yangi sortlar. Uch haftadan keyin boshlanadi tomir chiqarish. Mana bu yoqqa o'sha 2 kun keyin boshlaymiz, mana shu maydonga. Besh gram karnivin 5 litr suvga qo'shiladi. 100 litr suvga 20 ta 5 gramlik karnivinni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa qo'yiladi. 12 soat, maksimum 1 sutkagacha. Undan oshiq emas, 1 sutkadan oshiq agar tursak, ildizlar chirishi mumkin, ildiz joylari. Mana shu tarzda ana shunday chiroyli qilib terib chiqiladi. 3 cm. Balandligi 3-4 cm suvni. Çok önemli.